Denov shahrining yuragida joylashgan, har kuni azon ovozi eshitilib turuvchi 12 ming kishilik masjid va iqtisodiy muhim ahamiyatga ega bo'lgan yangi bozor o'rtasida joylashgan Surxondaryoda o'xshashi yo'q mega loyiha. Yangi Denov loyihasi qurilishi start oldi. Yangi Denov loyihasi 21 gektar hududga joylashgan 6000 dan ziyod xonadon mavjud bo'lgan shahar yuragidagi shaharchadir. Loyihaning o'z klinikasi, maktabi, bog'chasi mavjud bo'lib, bu aholining eng zaruriy ehtiyojlarini qoplaydi. Loyihada joylashgan 16 qavatli premium uylar va 3 qavatli gipermarket boshqa loyihalardan yaqqol ajralib turishiga ham xizmat qiladi. Bundan tashqari, bolalar o'yingohi va yoshi katta aholining sayr zonalari ham e'tibordan chetda qolmagan. Mashinalar uchun ajratilgan joylar aholini mashinasi uchun joy qidirib yurish muammosini to'liq hal qiladi. Bir gap bilan aytganda, bu loyihadan siz bir uy uchun to'lov qilasiz. Sayr zonalar, mashinangiz uchun parkovka, yopiq bolalar o'yingohlari va boshqa ko'plab imkoniyatlarni bepul qo'lga kiritasiz. Yangi Denov, Surxon elining ardog'iga aylanuvchi loyiha.